Do'stlar, hammaga salom, tuzimizda sog' salomatmizda, charchamasdan boshlangan kuningiz xayrli, barakotli bo'lsin. Bugun Xudo xolisi Arashan ko'liga kecha bergan va'damizdan chiqamiz. Ushbu ko'p turgan texnikalar Jipox tomonidan ishlab chiqarilgan GM151 modeli bilan yo'lga chiqyapman. Xudo xolisi mana bayrog'i osilgan. Shay holatda, Xudo xolisi palatka, spalniy meshok, hamma narsa bor sumkada mahsulotlar. Endi Xudo xolisi bu yog'ini yo'lda yana tafsilotlar bilan sizlar bilan ulashib boraman. Qolgan videolarni bitta qilib yig'ib, Xudo xolisa alohida post qoldiraman. Ko'rganni ko'rishguncha yo'lda ko'rsam, charchamaylar. Sog' bo'linglar. Xudo xolisa Do'mbirovodga zapravkaga keldim. Hozir hisoblatamiz. Qancha ketar ekan buni bakiga. Xudo xolisa yo'lga chiqamiz shu umni bak bilan birga. Texnik ma'lumotga qaraganda 9,5 metr yopiq bakining hajmi 2,5 km masofaga. Yangi yo'lda Xudo xolisa safarga. Elda bo'lib turibdi-da. Motorda endi qizib boshlaydi. To'ldirib to'ldimi? Bo'ladi shekilli. Ko'p turganlarda mana 9,28 metr yopiqlikdagi hajmi edi. Endi Xudo xolisa mana shu bilan yo'lga chiqamiz. Xudo xolisi Arashanga kirishdan oldingi bitta zapravka bor. O'sha zapravkadan keyin o'zi kirib ketiradi. Toshkentdan yetib keldim, mana 153 km yurib masofa bosib keldim. 8,5 bo'lsa 9,5 metr quyildi o'zi. Yo'qolibaki, endi mana hozir bu yerda quyilyapti. Qani aka? Yaxshi nima qiling. Полный бак. Laboda bor. Qarasham bor.
Olmalı okey. Benden o geldi değil mi? Bu yolda motosikletler arasından çıktı. Okey buna. Jipox Enduro'su. To'g'ri qilasizmi aka? Arashanga ketyapsizmi? Şimdi mana 5,5 metr suv. Demek почти 200 kilometrga 5,5 metr. Rasxod 150 kilometrga 5,5 metr. Xullas bu yog'iga arashani chekib ketamiz endi. O'rtoqlar, mana xudo xolisa Arashanni boshlanishda turibman. Shu qishloqning orasidan o'sha tep o'ngga to'g'ri yo'l keladi, o'ngga chiqib ketadi sizlar. Shu bilan boshlanadi. Hozir mana yo'l bo'ylab ichkariga qarab kirib ketiladi. Taxminan adashmasam 60 kilometrcha yo'l bosib o'tiladi Arashanga. Dengiz qattiqdan Sarvar aka aytganlarida 2800 metr balandlik. Undan u yog'i cho'qqilari bo'lsa 3800 gacha deb o'qiganman. Xudo xolisa ushbu ko'rib turgan texnikalarni o'sha yo'lda sinab ko'ramiz. Bundan oldin ham bir qancha mototexnikalarni sinab ko'rganman. Endi xudo xolisa mana Jifox GM151 modeliga navbat yetib keldi. Ushbu texnikani mana shu qishloq sharoitida foydalansa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Chunki именно shu joylarga mo'ljallangan o'zi bu. Lekin mana men 150 kilometrdan oshiq masofa bosib kelgan bo'lsam, diskomfort sezganim yo'q. Qaytanga yumshoq ekan. Mana trassada ham keldim, shahar ishlaridan ham kesib chiqdim. Yaxshi. Olgan odam baraka topadi. Hozir paytda bunga skidka e'lon qilingan, narxi tushgan. 17 milliondan sotilyotdi. Mana endi ko'pchilik olish imkoniyati ega 15,5 million so'mdan sotilyapti. Sizlarga ham tavsiya etaman o'rtoqlar, joningiz sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Ham yo'llarni qaranglar ham. Вообще bo'yatdi bor. Bu hali boshlanish. Hozir mashinadan kesib chiqadi, mana shunaqa yo'llardan. Yani u yo'g'iga kelgan sekin ana qon yo'liga chiqib olinadi. Yana yo'lni ham u yoqqacha bo'lgan yo'lni mana rasvo chiqyapti qanday. Ana shuni qarang, og'ir. Va nihoyat o'rtoqlar. Mana sizlarga tabiat. Faqat bu tabiatning boshlanishi. Osmonni ko'rasizmi? Mana shu joydan qaytib chiqdim. Ko'rasizlar manzarani. Xudo xolisi bu yog'iga 60 kilometrcha yo'l. Jifox mana deslar ekan. Zo'r apparat ekan. O'rtoqlar, turgan joyimcha Arashanning boshlanishi, ko'lga bo'lgan sayohatimning boshlanishi. Lekin tabiati shunaqangi chiroyli, endi vobshe tasvirlash qiyin deb buni so'z bilan bor-ku. O'zbekistonda chiroyli joylar ko'p, juda ham ko'p. Qarang, texnikani amallab shu joyga olib chiqibdi deyman. So'z bilan tasvirlab bo'lmaydi buni go'zalligini. Va shu go'zalligi ushbu texnika bizlarni olib chiqyapti. Zo'r apparat ekan, lekin mazza bo'lyapti. Hali oxirigacha ham yetib olik, xudo xolisa, yana yo'lda videolar qo'yib boraman. Va shu chiroyli joylar. Tabiatni qaranglar. Shunaqa ham chiroyli bo'ladimi? O'rtoqlar, mana Arashani chiqib urishdi. Akamizni ham ko'rib qoldim. Ismingiz nima edi? Ro'ziboy akamlar bilan mana. Ro'ziboy aka, mana ko'ryapsiz. Tabiatda yashash sharoitini o'zingiz bilasiz bu yerda. Ushbu texnika to'g'risida biroz fikringiz bormi? Nima deysiz aka? Mana masalan Yavalarni ko'rgansiz, planetalarni ko'rgansiz. Bu texnika to'g'risida hech ma'lumotga egamisiz bundan oldin? Yo'q. Mana ko'rib kelyapsiz, qalay bo'lyapti. Siz so'ragan shu texnikani ko'rib hozir chiqdingiz-da oldimizga. Nima ekan, qanaqa ekan deb.
bundan olib foydalansa, menimcha manfaatli bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat emas. Biroz. Xohlasa shundan yetkazamiz endi shu joylarga. Qishloq sharoitiga mos. Otli yurgan joyda yurmaydi-ku, lekin qishloq sharoitida foydalansa bo'ladi. Menimcha bundan xarajat ancha arzonroq tushsa kerak. Mana o'rtoqlar, akamiz fikrlarini ko'ryapsizlar. Ushbu texnika imенно shu joylarga mo'ljallangan deb aytmadim. Shu texnikadan olib foydalansanglar bo'ladi qishloq sharoitida. Yoqilg'i bakining hajmini yana eslatib o'taman. 9,5 litr, 2,5 litrgacha yoqilg'i xarajat amalga oshirar ekan. Вообще chotki. Oke, sizga rahmat. Kattakon, yaxshilik ko'rishinglar. Toshkentga o'ting bir. Rahmat kattakon. Yo'lida men Nivani ko'raman desam, unda Isuzu ham yurishibdi. Mana. Oling. Tabiat ko'rasizmi? Juda ham chiroyli. Tepaliga qarab chiqib ketamiz. Mana bu yerda qorlar yaqin bo'lib ko'rinyapti mana. Qor. Tabiatga gap yo'q. Arashan. Arashan deymiz, shu texnika lekin mana shu yo'llardan o'tib ketyapti. Havodan chiqayotgan suv bu. Bizga erib chiqayotgan suv. Toshkentdan 183 kilometr. O'rtoqlar, menimcha sizlar Arashan qo'ylari to'g'risida eshitgansizlar. Arashan qo'ylari imенно mana shu Arashan tog'larida yetishtiriladi. Mana bu yoqda qo'ylarning galasi. Echkilar shu yerda o'zidan to'yinishadi. Ko'rasizlar. Rosa ko'p. Endi men tog'larga e'tibor beringlar. Shunaqangi go'zal, shunaqangi tabiati beg'ubor. Juda ham bir o'zgachada. Bularga mana qarab to'ymaysizlar, ham qarang, oxiri ketaveradi. Chiqilib shunaqa joylarda ketamiz. Texnika olinglar, sizlar ham shunaqa joylarga chiqinglar. Обязательно enduro bo'lishi ham shart emas ekan, mana G-Fox tomonidan ishlab chiqarilgan GM151 modelda ham chiqyapmiz mana. Indamay kelyapti.
To'la hormanglar charchamasdan so'nglar. Xudo xolasa, Arashanga ham bo'lgan masofam ozgina qoldi. O'sha yarmidan ko'p masofani bosib o'tdim. 3 dan biri qoldi, xudo xolasa ozgina qoldi. Texnikaga ko'z tegmasdan gap yo'q. Maza qilib ko'mi. To'g'ri, charchatotdi, charchatmaydi emas, lekin chidayapti. Eng kerakligi shu. Shunaqa yo'llarga chidaganni o'zi bir katta gap. Suvni qarang ovozini. O'sha ozgina yo'l qoldi. Rashiddan o'sha orqa tomoni Arashan ko'liga olib chiqadi, xudo xolasa. Yo'lda yaylov qo'ygan, yo'lda o'tov bor ko'rasizlar. Qo'ylardan otlarni boqib yuribdi. Juda ham chiroyli joylar. Manzarasiga gap bo'lishi mumkin emas. O'sha tepaliklardan tushyapman. Kamera lekin bu tepaliklarni uncha sho'b bermaydi. Shunaqa gaplar hali davom etadi, videolarimiz bo'ladi. Yana qo'yib boraman. Kuzatishni davom etinglar. Xullas, Arashanga ko'liga ozgina qoldi. Arashan ko'liga yetmasdan bu yoqda Qaynar bulog'i bor ekan. Uni men bilmaganman. To'g'ri bilganman, lekin imini qaysi joydaligini bilmasdim. Bitta do'da yo'lda ko'rsatib yubordilar. Texnikani mana oldiryapmiz bu yerda. O'zimizda bo'lsa, endi sekin bu tepaligiga qarab chiqamiz. Mana shu joyda Qaynar buloq ekan. Hozir videolarni olib tashlayman. Portali bilasanmi nima? Islom aka Jumayev borlar-yu. YouTube'ga bloglarni kuzatib borib turaman. O'sha akaga ming rahmat. Mashinaga qadam bilan yuradilar. Kilometrlab tog'larning ichkarilariga qatlaga to'rtlab kirib ketadilar. Aka ming rahmat sizga. Qo'yilman lekin. Bu yoqdan ko'rinishi oddiyga o'xshab tuyuladi-yu. Lekin respekt aka sizga. Gap yo'q, davomiy bo'lsin ishingiz aka. Mototsiklimda keldim. Qo'ydim. Ham yoqda buloq bor ekan. Hozir turamiz. Lekin atmosferani qaranglar. Bomba. Atmosfera bomba prosta. Mana o'rtoqlar. O'sha men Qaynar bulog'iga keldim. Hozir ko'rsatamaslik. Suv qaynab chiqarkan sutda. Voy, qaynoq suv ekan lekin. Demak, ko'milib ko'ramiz. Sizlar uchun bitta tushib ko'ramiz hozir. Bilasizlar, nimaligini o'zim aytaman sizlarga. Tashqari lekin 15 gradus salqin, lekin mana suv o'sha qaynoq ekan. Mana. Demak, qishda ham kelib bemalol shunisi bo'lar ekan bu yerda. Arashan buloqda mashina yechar ekan. Endi hozir bu yerdan chiqib Arashan ko'lga tushamiz. Lekin ko'lda cho'milmayman. Endi bu menimcha qosam kerak, chunki kech bo'lib ketyapti. 3 bo'ldi pashti soat. O'shancha menimcha bu yerda nachovka qilamiz endi. Mana suvligini chiqayotgan pardan ham bilsanglar bo'ladi. Nima gaplar o'rtoqlar? Xullas mana shu Qaynar buloqda ham cho'milib chiqdi. Endi sekin ko'lga qarab yo'l olamiz. Nima gaplar o'rtoqlar? Lekin atmosfera bomba. Tabiat manzarasi ham bomba. Bu yoqda rosa yumron qozuvi ko'p ekan qarang. To'shab qaranglar.
Nasıl bu peki? Salon. Yo, juda salqin sovuq ekan. Shunday ham yechib o'tirmadim. Hozir bu yerda qolishni o'zini o'ylab qoldim lekin lekin ko'zlangan maqsadga erishdim va shu texnika o'zini 100% oqladi. E'tibor bersanglar, qor yog'ibdi kecha bu yerda. Bir kun oldin kelganimizda bu yoqqa chiqish iloji bo'lmagan bo'lar ekan. Mana ko'r. Tabiatni qaranglar. Buni qaranglar. Juda ham bir o'zgacha manzara. Bo'lmayapti. Yo'lga chiqsam menimcha ketgacha sizlarga ushbu texnikani tavsiya etaman. Olsanglar 100dan 100 yutasizlar. Maza qilib haydaysizlar. O'sha Lifan CG150 bir paytda qanaqa o'zini ko'rsatgan bo'lsa, G-Focus ham xudo xolasa xuddi shunaqa o'zini ko'rsatadi. Faqatgina pulida farq. Pulida mayda juda 3 ta detalda farq. Lifan bilan. Bilan sizlarga 3 ta farqni sanab o'taman. Birinchisi farasi, turburcha bo'lganda bunda dumaloq. Dumaloq. Va albatta mana bu yerda korji yo'q. Sevzashita yo'q. Lekin bu narsa pamyaqa bo'lmas ekan. Old-orqa barabar tormoz, 150 kubli воздушный охлаждение. Yo'g'li bakina hajmiga keladigan bo'lsa 9,5 litr. 100 km masofaga 2,5-3 litrgacha ekan. Yo'qolg'i xarajati. Mana shuncha texnika haydab chiqamiz. Bu ham yo'li bungacha hozir turibdi arshanga chiqqanlar biladi buni. Lekin o'sha qiyinchiliklardan bemalol mana o'tib keldi. Kimda kim ushbu texnikani xaridni amalga oshirmoqchi bo'lsa, mana Ekomoto saloniga tashrif buyurib, o'zligi istalgan turdagi sifatli moto texnika xaridini amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Ko'rganni ko'rishganni hamisha xursandmiz, joningiz sog' bo'lsin. Qarashan, o'zi havo aynida 5 gradus qoldi. Haytondan kurtkamni kiydim. Bo'lmasam bo'lmadi. Havo ayni oldi. Osmondan ko'rsam qora bulutda hamma yoqda. Tezgina shu olish kerak.